Assalomu alaykum hurmatli podpисчиклар. Biz Yakkasaroyga kelganmiz. Yakkasaroy shunda masjidda yonida 4-etajda 2 xonali 52 kvadrat mana shunaqa remont, mebel texnikalari bilan tashib ketishar ekan. Kir mashina deysizlarmi, mebel texnika hamma narsasi bor. Kirganimizda mana hol, bu yerda zal, bu yerda sanuzel, bu yerda garderobniy. Mana kir mashinalari hamma narsasi qoladi. Mebel texnikalari bilan mana zalimiz ko'rinishi 52 kvadrat. Oshxona mana mebel texnikalari bilan oshxonamiz. Zalimiz. Chiroyli joy ekan. Mahalla ham ahil, sumali qilishayotgan ekan ko'chada. Mana bu spalni, konditsioner, televizor, mebel texnikalari bilan. Mana bu xonadonimizni ko'rdinglar. 52 kvadrat, ya'ni aytaman, 52 kvadrat mebel texnikalari bilan 85 ming so'ralyapti. O'tib beradigan joyi bor. Tezda aloqaga chiqinglar.